Assalomu alaykum, kelajak mejiklari. Sizlar bilan hozirgacha bo'lgan paragraflarimizda faqatgina modda va uning tarkibi haqida gaplashdik. Sizlar bilan hech qanday hisob-kitobga doir masalalar ishlamadik. Bugundan boshlab aynan hisob-kitobli joylari boshlanadi. Biz moddani nazariy jihatdan nimalardan tashkil topganini bilib oldik. Ana endi bugungi darsimizda shularning o'lchamlari va massalari haqida gaplashamiz. Ya'ni atomlarning o'lchami va massasi mavzumiz. Birinchi navbatda atomlarning o'lchamidan boshlaydigan bo'lsak. Atomlarning o'lchamini biz yer va olma bilan taqqoslash orqali tushuntirib beraman. Biz yer sayyorasini olma deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uni oldida olma atomday bo'lib qolar ekan. Tushundingizmi? Ya'ni olmani oldida atom shunchalik kichkinaki, yer sayyorasini olma deb tasavvur qilganimizda olma atomday bo'lib qolar ekan. Buni aniqroq o'lchamini aytadigan bo'lsak, 10⁻⁻10 metr yoki bo'lmasa mana bunaqa holatda yoziladi. Kichkinaligini tushunib turibsiz deb o'ylayman. Shuncha metr. Bu demak atomlarning o'lchami edi. Atomlar shuncha darajada kichkina. Bo'ldi, atomlarning o'lchami bo'yicha boshqa ma'lumotlar hozircha shart emas. Atom massalarini tushuntirishdan oldin sizlarga massa degan tushunchani tushuntirishim kerak. O'zi kilogramm degan tushuncha qayerdan kelib chiqqan? Olimlar 1 litr suvning og'irligini 1 kilogramm deb belgilagan. Ya'ni kilogramm degan tushuncha shu joyda kelib chiqqan. 1 litr suvning og'irligi demak 1 kilogramm deb ifodalangan. Misol uchun 80 litr, misol uchun men 80 kilogramm bo'ladigan bo'lsam, hozirgi vaqtda ma'nosi nima degani? 80 kilogrammman degani 80 litr suvning og'irligiga tengman degani. Yokida bo'lmasa aniqroq aytadigan bo'lsak, men 1 litr suvdan 80 marta og'irman degan ma'nosi. Tushundingizmi? 1 litr suvdan 80 marta og'ir. Tushuntira oldimmi? Agar olimlar o'sha vaqtida 1 litr suvning massasini 2 kilogramm deb ifodalaganda nima bo'lar edi? Unda mening massam hozirda 160 kilogramm man deb aytardim. Misol uchun sizning massangiz qancha desangiz, taroziga chiqarsangiz, tarozimiz 160 kilogramm ko'rsatar. Chunki tarozini nastroykalari mana shunga moslab tuzilganda. Ya'ni hozir tarozini ustiga 1 litr suv qo'yadigan bo'lsangiz, tarozini tasavvur qiling, hisob-kitoblari to'g'rilanmagan. Mana shu yerga 1 litr suv qo'ygandan keyin 1000 degan son chiqsin degan, ya'ni 1000 gramm yoki bo'lmasa 1 kilogramm degan son chiqsin deb ifodalab qo'ying. Keyin shu tarozi shunga qarab proporsiya qilib hisoblab ketaveradi. Agar men demak olimlar misol uchun 1 litrni 2 kilogramm deb ifodalaganda men 160 kilogrammman degan ma'noni bildiradi. Bu nima degani? 160 kilogrammman suvning demak 1 litr suvning massasi 2 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, men 160 kilogramm bo'ladigan bo'lsam, suvni 1 litrdan necha marta men og'irroq bo'lyapman massam? Demak men 160 kilogramm, u 2 kilogramm. Solishtiradigan bo'lsam 80 marta. Demak farq o'zgarmaydi. Bu demak nisbiy tushuncha ekan massa. Lekin hozirgi kunda 2019-yildan keyin bu qonun qoidalari o'zgargan va hozirda bu nisbiy emas, aniq bir og'irlik birligi deb e'lon qilingan. 2019-yilgacha, lekin mana shu hisob-kitoblar to'g'ri bo'lgan. Ana endi bu demak nisbiy tushuncha ekan. 80 kilogrammman degani 1 kilogrammdan 80 marta og'irroqman degan ifodani berar ekan, xolos. Ya'ni bu 1 kilogramm emas, 1 litr suvning ifodalari edi. Bu mavzuni tushuna olishimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Ana endi massalar haqida gaplashsak. Avtomobilning massasini milligrammda aytasizmi? Misol uchun, qaysidir avtomobil nechidir million milligramm misol uchun keladi deb aytasizmi? Yokida bo'lmasa, magazinga kirganingizda, meva sotib olayotganingizda tonnada hisoblashasizmi? Menga 0.00 nechidir tonna mevangizdan bering deysizmi? Unaqa holatda aytmaysiz. To'g'rimi? Albatta, bunga sabab hisob-kitob noqulay bo'ladi. Avtomobilni tonnada, mevalarni esa kilogrammda hisoblaymiz. Xuddi shunday ana endi tasavvur qilib ko'ring. Atom massa haqida gaplashamiz endi. Atom juda ham kichkina, ya'ni ko'zimizga ko'rinmaydigan darajada kichkina. Ana endi shuni kilogrammda yoki bo'lmasa grammda yoki bo'lmasa keling milligrammda hisoblaydigan bo'lsak, bu adolatdan bo'ladimi? Ya'ni ko'zga ko'rinmaydigan narsani. Ko'zga ko'rinmaydigan atomlarni kilogrammda hisoblashimiz qanchalik to'g'ri yoki va qulay? Mana savol sizga. Misol uchun mana bu yerda uglerod atomi turibdi. Uglerod atomini bitta donasini, ya'ni bitta uglerod atomini shunday taroziga qo'yadigan bo'lsangiz, mana shuncha kilogramm keltirib chiqaradi. Ya'ni 1,993 (-26 kilogramm. Buni ochib yozadigan bo'lsangiz,
1 ni oldida 26 ta nol bor degan. Aniqroq 25 ta mana bu joyda. 0 dan keyin 25 ta nol bor degan. Ya'ni bu juda ham kichkina sonda. Milligramga o'tsangiz ham bu hisob kitob noqulay 0.00 nechidir bo'lib qoladi baribir. Surilsa mana bu yergacha suriladida, undan keyin yana kichik son. Endi sizga savol. Mana shunda hisob kitob qilishimiz to'g'rimi va qulaymi? Demak, noto'g'ri va noqulay. Hisoblasak bo'ladimi? Bo'ladi, lekin noqulay. Shu uchun olimlar fanga massa atom birligi tushunchasini kiritdi. Ya'ni, misol uchun biz qolgan massalarni kilogramda o'lchasak, atomlarning massasini massa atom birligida o'lchaymiz. O'zining nomi bilan aytib turibdi. Atomni massa birligi degan ma'noni bildiradi. Massa atom birligi qayerdan kelib chiqadi endi birligi? Misol uchun kilogram suvdan kelib chiqqandek, 1 litr suvdan. Ana endi bu nimadan kelib chiqadi? Massa atom birligini uglerod massasini, ya'ni uglerod atomning bittasini massasi, mana bitta uglerod turibdi, massasini 12 dan 1 qismga teng bo'lgan kattalikka aytiladi. Ya'ni siz uglerod massasini 12 bo'lakka bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu 12 ta bo'lakka bo'lib tashladim. Bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu bittasiga, demak, nima deyilar ekan? Massa atom birligi deyilar ekan. Birligi MAB da belgilanadi yoki bo'lmasa U da belgilanadi. Bu massa atom birligini birligi. Tushundingizmi? Demak, bir massa atom birligi nechiga teng desa og'irligi nima deysiz? Uglerodning massasini 12 dan 1 qismiga teng. Uglerod atomining bittasining massasini 12 dan 1 qismiga teng. Shunga demak massa atom birligi deyilar ekan. Ana endi uglerodning massasini mana shu birlikdagi taroziga tortib ko'radigan bo'lsak, og'irligi necha ko'rsatadi? Endi kilogramda emas-da bu. Massa atom birligida o'lchaydigan og'irlik. Demak, uglerod 12 ga bo'lganimizda 12 dan 1 qismi necha edi? 1 ga teng. Demak, 12 tasini massasini hisoblaydigan bo'lsak, jami qancha bo'ladi? 12 kelib chiqadi. Ya'ni mana buni massasi 12 massa atom birligi kelib chiqar ekan. Ana endi kislorodnikini yoki bo'lmasa azotnikini tortib ko'radigan bo'lsak bu tarozimizga, uglerodniki 12, kislorodniki 16, azotniki 14. Bu ularning nisbiy atom massasi deyiladi. Nima uchun nisbiy? Mana shu savolga javob berishimiz kerak-da. Nima uchun nisbiy? Sababi atom massaga nisbatan olinadi. Ya'ni bir massa atom birligidan, ya'ni uglerodning 12 dan 1 qismidan 12 marta katta degan ma'noni beradi bu. Tushundingizmi? Boshqa ma'nosi yo'q. 16 MAB degan nima degan ma'noni bildiradi? Boyagi mana bu uglerodda mana bitta qismi bor-ku, 12 dan 1 qismidan necha marta katta degan ma'noni bildiradi? 16 marta katta degan ma'noni bildiradi. Azotimiz esa o'sha sondan 14 marta katta degan ma'noni bildiradi. Tushundingizmi? Bular nisbiy atom massalar ekan. Ana endi absolyut yoki bo'lmasa haqiqiy massa. Absolyut haqiqiy massa o'zi oldin mana shu haqiqiy massada hisoblangan, olimlar keyin nisbiy atom massani keltirib chiqargan. Men teskarisiga ketyapman. Absolyut haqiqiy massasi demak, uglerodda 12 dan 1 qismini haqiqiy massasini hisoblaydigan bo'lsak, 1.66 10⁻22 kilogram kelib chiqadi. Ya'ni siz misol uchun kilogram, gramda atomlarning massasini hisoblamoqchi bo'lsangiz, shunaqa xunuk sonlarda, demak, bir massa atom birligi 1.66 10⁻22 kilogram ekan. Endi birlikdan birlikka o'tasiz, 1 kilogram 1000 gram deysiz, bu ham xuddi shunaqa narsa. Yoki bo'lmasa dollarda taqqoslaydigan bo'lsak, 1 dollarimiz misol uchun hozir 13 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 dollarimiz 13 ming so'm. Ikkalasining qiymati bir xil. Faqat pul birliklari har xil. Bunda ham xuddi shunday. Qiymati bir xil, birliklari har xil. Misol uchun 1 massa atom birligi bo'lsa, buniki kilogram birligi. Tushundingizmi? Ana endi o'sha uglerod atomini taroziga tortib ko'rganimizda, uning og'irligi kilogramda mana shunaqa qiymatni berar ekan. Bu uning qanaqa massasi deyilar ekan? Uglerod atomining haqiqiy massasi deyilar ekan. Nisbiy atom massasi qanaqa desak, 12 deb aytasiz. Ya'ni Daviy sistemadagi qiymatlar nisbiy atom massalarini ifodalar ekan. Ana endi uglerodni bitta atom berilgan, bunda ham bitta atomi tarozida. Ya'ni endi kilogram bo'yicha hisoblaganimiz yaxshimi yoki bo'lmasa massa atom birligi bo'yicha hisoblaganimiz bizga qulaymi? Albatta, demak, massa atom birligi bo'yicha hisoblasak qulay. Massa atom birligi bo'yicha hisoblasak, uglerodning massasi 12 ga teng bo'ladi. Ana endi absolyut va nisbiy atom massalarini o'zaro taqqoslashimiz kerak. Belgilanishi M0 bilan belgilanar ekan absolyut massaniki. Nisbiy atom massani belgilanishi AR bilan belgilanar ekan. Birligi demak kilogram yoki gramda yoki nisbiy atom massani birligi yo'q. Demak, absolyut massani topish formulasi, ya'ni sizdan nisbiy atom massa berilganda qiymat, absolyut massani toping deydi. Mana misol uchun
$2 pul berib so'mga o'tishni bilasizku, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa so'm beriladigan bo'lsa, dollarga o'tishni bilasiz, to'g'rimi? Ya'ni bittasida bo'lasiz, bittasida ko'paytirasiz. Bunda ham xuddi shunday. Absolyut massadan, nisbiy atom massadan absolyut massaga o'tish uchun nisbiy atom massani 1.66 kg, ya'ni massa atom birligiga ko'paytirasiz. Kilogramda topmoqchi bo'lsangiz, gramda bo'lsa 10⁻24 ga ko'paytirasiz. Xuddi shunday nisbiy atom massani topish uchun, demak, absolyut massani bo'lishingiz kerak 1.66 gramga. Agar mana buni birligi gramda bo'ladigan bo'lsa, agar absolyut massangizni birligi kilogramda bo'ladigan bo'lsa, unda 10⁻27 bo'ladi. Shunda nisbiy atom massa kelib chiqadi. Mana bir so'zini ma'nosi birlikdagi relativ degan ma'noni relativ qanday yozilardi inglizcha? Relativ mana shunaqa yozilardi, adashmasam, nisbiy degan ma'noni beradi. Ya'ni nisbiy atom massa degani ma'nosi. Bu haqiqiy massani ifodalaydi. Endi keling absolyut va nisbiy atom massalarini topishga doir masalalarni ishlab ko'rsak. Sizga nisbiy atom massasi 50 ga teng bo'lgan atomning absolyut massasini aniqlang debdi. Absolyut massani topish formulalarini o'rgatdim. Mana shu. Demak, nisbiy atom massasi berilgan bo'lsa, mana shu formulaga qo'yib qo'yasiz bo'ldi. Demak, M0 topishim kerak ekan. Nisbiy atom massasi 50 berilgan. Bizda gramda so'ragan, kilogramdan. Gramda bo'lsa, mana bu 1.66 ga ko'paytiraman. Demak, 50 ko'paytiraman 1.66 10⁻24. Bunda nechidir qiymat kelib chiqadi. Kalkulyatorsiz topsa bo'ladi. 50 ni 1.66 ga ko'paytirib olaman birinchi. 1.66 ko'paytirilgan 50. Demak, men bu 0 ni bitta virgul surdirib yuborsam bo'ladi. Men bu 1.66 emas, 16.6 bo'ladi va 5 yozamiz tagiga. 5 ni 6 ga ko'paytiraman 30. 3 dilda 5 kara 6 30, 3 dildagi bilan 3, 5 kara 1 5, demak 3 dildagi bilan 8 bo'ladi. Demak, buni ko'paytiradigan bo'lsam, bitta virgul bo'lgan uchun virgul surilib 83 kelib chiqdi. Demak, bu 83 ko'paytirilgan 10⁻24. Buni yana ham standart shaklga, bitta virgulli shaklga o'tkazadigan bo'lsak, ko'pincha shu shaklda beriladi javoblar. Mana bu 83imiz bitta virgul surib kichraydi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu son kichraydi. Demak, mana bu son kattarishi kerak. 10⁻24 kattaradigan bo'lsa, -25 bo'lmaydi. -25 24 dan kichkina, -24 dan. Shuning uchun -23 bo'ladi. Javobimiz demak 8.3 10⁻23 gram yoki 83 ko'paytirilgan 10⁻24 gram. Demak, bu nisbiy atom massadan absolyut massani topish edi. Ana endi bizga absolyut massa beriladigan bo'lsa, nisbiy atom massa qanday topiladi? Demak, nisbiy atom massani topishimiz uchun nima qilishimiz kerak ekan? Absolyut massani, ya'ni mana berilgan qiymatni bo'lishimiz kerak massa atom birligiga. Bu bir massa atom birligi 1.66 Shunga bo'laman. 33.2 ko'paytirilgan 10⁻24. Buni bo'lishim kerak ekan 1.66 10⁻24 ga. Nimaga -27 ga bo'lmam? Chunki bu birligi gramda berilgan. Bu gramda berilgan, demak gramga bo'laman. Shunda gramlari qisqarib ketib, birliksiz javob kelib chiqadi. Bular qisqarib ketadi. 33.2 10⁻24 lar ikkalasi ham 10⁻24 bo'lgani uchun ikkalasi ham qisqarib ketadi. 33.2 ni 1.66 ga bo'lsam, javobimiz 20 kelib chiqadi. Demak, nisbiy atom massasi 20 ga teng ekan. Javob mana shu. Demak, sizlar bilan atomlarni o'lchami haqida gaplashdik, atomlarning massasi haqida gaplashdik. Atomlarning demak ikki xil massasi bor ekan, absolyut va nisbiy. Ularni topishni o'rgandingiz. Ana endi atomlarning massasini tashkil etuvchi zarrachalar haqida gaplashishimiz kerak. Atom qanday zarrachalardan tashkil topgandi? Proton, neytron va elektrondan. Endi istalgan bitta atomda bularni hisob-kitob qilishni o'rganishimiz kerak. Misol uchun kislorodni oladigan bo'lsak, davriy sistemadan massasini yaxshilaydigan bo'lsak 16 edi, tartib raqami 8 edi. Endi biz davriy sistema qo'limizda turadi doim, to'g'rimi? Bu qiymatlar orqali nimalarni bilib olamiz? Shuni hozir o'rgatib o'taman. Birinchi qonuniyatlarni ochishimiz kerak. Birinchi navbatda protonlar soni elektronlarga nima bo'ladi dedik? Qonun qoida bo'yicha protonlar soni elektronlarga teng bo'ladi dedik. Chunki elektron neytral zarracha deb aytdik, to'g'rimi? Proton elektronga teng bo'ladi. Ya'ni proton 10 ta bo'lsa, elektron ham 10 ta bo'ladi. Ana endi proton elektronga teng bo'ladigan bo'lsa, protonni zaryadi, nimani zaryadini belgilab beradi dedik? Yadroni zaryadini. Chunki yadroga e'tibor beradigan bo'lsak, faqatgina proton bor va neytron bor. Neytron zaryad bermaydi, 0. Proton misol uchun 10 ta bo'ladigan bo'lsa, neytron misol uchun 20 ta deylik, unaqasi bo'lmasa ham
20 ta bo'lsa, neytronni zaryadi 20 ni 0 ga ko'paytiraman, 0 bo'ladi. 10 ni mana protonni zaryadi berib qo'ygan +1. Neytronniki 0, elektronniki -1. 10 ta bo'lsa, 10 ni +10 ga ko'paytirsam +10 bo'ladi. Ikkalasi birgalikda yadroni ifodalarmidi? Proton, neytron yadroni ifodalardi. Ikkalasini zaryaddan qo'shsam, yadroni zaryadi kelib chiqadi, albatta. +10. Demak, protonlar soni 10 ta bo'lsa, yadro zaryadi +10 ga teng degan. Ya'ni proton bilan yadro zaryadlar soni doimo teng bo'ladi. Ya'ni yadro zaryad sonda ifodalanmaydi, plus minusda ifodalanadi. Ya'ni yadro zaryad har doim plus bo'ladi. Chunki protonlarni zaryadiga teng ekan, ko'rdik. Proton plus bo'lgandan keyin bu ham plus bo'ladi. Demak, protonlar soni 10 ta degani yadro zaryadi +10 ga teng degani ma'nosi. Tushundingizmi? Ana endi biz bu qiymatlarni qayerdan olamiz? Misol uchun istalgan bitta element berildi. Kislorodning protonlar sonini toping deyapti. Yo bo'lmasa yadro zaryadini toping deyapti. Yo elektronlar sonini toping deyapti. Kislorodning tartib raqami uning yadro zaryadiga teng bo'ladi. Demak, tartib raqam teng ekan yadro zaryadiga. Mana bizga qonuniyat kelib chiqdi. Kislorodni demak tartib raqami necha desa 8 deysiz. Yadro zaryadi nechaga teng desa +8 ga teng deysiz. Protonlar soni nechta desa 8 ta deysiz. Elektronlar soni nechta desa 8 ta deysiz. Demak, biz elektronlarni topishni o'rgandik. Bitta qilib qo'yaylik yaxshisi. Protonlarni topishni o'rgandik. Ana endi neytronlarni topish qoldi. Neytronlarni topsak ham bo'ladi. Bizga yana davriy sistemada nima bor? Massa bor, to'g'rimi? Nisbiy atom massasi bor. Nisbiy atom massasi kislorodniki 16 ekan. Ana endi kislorod atomining tuzilishi ham xuddi shunaqa. Ya'ni proton, elektron, neytron bor. Massada atomni nimalar beryapti? Ya'ni mana shu 3 ta zarracha bor. E'tibor bering. Massani nimalar beryapti? Proton massaga egami? Mana massasi 1 ekan, ega. Neytron massaga egami? Mana 1 ekan, ega. Elektron massaga egami? Taxminan 0 ga teng. Shuning uchun massaga ega emas deb ketaman. Massasi bormi? Bor, lekin taxminan 0 ga teng. Juda ham kichkina son. Bu mana bular o'sha massa atom birlikdagi og'irliklar hisoblanadi, kilogramm, grammdagi emas. Demak, protonning massasi 1 bo'lsa, neytronning massasi ham 1 ekan. Bitta donasiniki faqat. Ana endi bizdan neytronlar soni topishni so'ralyapti. Endi nisbiy atom massani og'irligini nimalar berar ekan? Ko'rib turganingizdek, protonning og'irligiga neytronning og'irligini qo'shadigan bo'lsam, bizga nisbiy atom massa kelib chiqar ekan. Chunki shu ikkalasi bor-da. Ya'ni atomning og'irligini shu ikkalasi bergandan keyin nisbiy atom massani topish uchun shu ikkalasini og'irligini qo'shib qo'yishim kerak. Demak, protonlarni soni nechta edi? 8 ta edi. Massasi nechaga teng? Bittasiniki 1 ga teng. 8 tasiniki necha bo'ladi? 8 bo'ladi. Nisbiy atom massasi bormi kislorodning? Davriy sistemada bor, 16. Demak, 16 bo'ladigan bo'lsa, buniki 8 bo'ladigan bo'lsa, neytron topsam bo'ladimi? Mana formula kelib chiqdi. Tenglama. 8 ni bu yerga ayirma qilib o'tkazaman. Neytron teng 16 minus 8. Neytron teng 8. Ya'ni neytron topish uchun massadan, atom massadan protonni ayirishim kerak ekan. Neytronni topish uchun nisbiy atom massadan protonni ayirishim kerak ekan. Mana shu formula. Mana bu ham formula. Buni keltirib chiqardik. Mana bundan buni keltirib chiqardik. Buni o'zimiz topdik, ko'ryapsizlar. Mana bu qo'yish orqali topamiz. Mana bularni hammasini o'zimiz topdik. Faqat bitta mana bundan foydalandik. Tartib raqam yadro zaryadga teng degan tushunchadan foydalandik. Tartib raqam yadro zaryadga tengdan proton, elektron tengligini bildik. Keyin protonlarni topib olganimizda va davriy sistemada nisbiy atom massa borligidan foydalanib neytronlarni topdik. Endi istalgan bir atom beriladigan bo'lsa, siz uni demak davriy sistemaga qarab nisbiy atom massasini, protonlarini, elektronlar, neytronni hamma narsasini topib bilasiz. Keyin mana shu kichkina joyda natriynikini topib qo'yaylik. Natriyda demak nisbiy atom massasi 23. Mana bunaqa shaklda yozsangiz o'zingizga tushunarli bo'ladi. Demak, massani tepada, nisbiy atom massasi, protonni pastda. Tartib raqamiga qarasangiz 11. Demak, birinchi navbatda tartib raqami nechaga teng? 11 ga teng. Yadro zaryadi nechaga teng? Yadro zaryadi 11 ga teng deyilmaydi. Yadro zaryadi +11 deyiladi. Undan keyin protonlar soni nechta? Tartib raqamiga teng 11. Elektronlar soni nechta? 11 ta. Yaxshi. Ana endi nimasi qoldi? Neytronni qoldi. Neytron nechta desa, nisbiy atom massasi 23 edi. 23 dan 11 ni ayirib qo'yaman. 12 kelib chiqadi. Demak, atomlarning massasini tashkil etuvchi zarrachalar sonini topishni ham va misol uchun proton, neytronlari berilgan taqdirda nisbiy atom massasini topishni ham o'rgandik. Misol uchun protonlari 10 ta, misol uchun neytronlar 8 ta bo'lgan element atomini massasini toping desa, protonga neytronni qo'shib qo'yib 18 deb qo'yasiz. Shunchaki. Tushundingiz-a? Demak, sizlar bilan atomlarning o'lchamlari, massalari va uni tarkibi massalarini tashkil etuvchi zarrachalarning hisob-kitobini qilishni o'rgandik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.